Assalomu alaykum hurmatli uchrashuv qatnashchilari. Bugun 2025-yil 13-kun Atibarga bo'lgan Xankul filial tarafidan sizlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Uchrashuvdagi maqsadimiz sizlarga hozirgi kunda bankimiz tarafidan berilayotgan imtiyozli kreditlar, omonatlar, plastik kartochkalar, bank mahsulotlari, mobil предложение, ya'ni telefon orqali hamma kommunal to'lovlarda boshqa to'lovlarda bankka kelmasdan turib o'tkazish. Tushunmagan so'rovlarimiz bo'lsa, hozir uchrashuvdan keyin bir aytsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda berilayotgan kreditlarimiz bo'yicha bankimizning mahallaviy ishlatma menejeri Hamidova Sharifa kreditlar bo'yicha sizlarga to'liq tushuntirib beradi. Undan keyin so'rovlarimiz bo'lsa beramiz. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda bizning bankimiz tarafidan shumsizlarga o'z banklari orqali kreditlar ajratilyapti. Eng to'men summa 5 million, 17 million, keyin 20 millionga shekim bera olamiz. 5 millionga shekim 1 yilga beramiz. Logotsiz bo'ladi, o'z banklaydi. Yer odamlarga 25%dan, hayal odamlarga 23%dan beriladi. Plastik karta hisob beradi. 17 million kreditimiz var, biznesga ko'mak degan. O hakim jardamchi tarafidan tavsiyanoma beriladi. O'zini banklab keladi. 17 millionga shekim 4 yilga bera olamiz. 6 oy o'tmay. Keyin 20 millionlik kreditimiz var. O bankimiz tarafidan mahalla bankiri ham agent tarafidan tavsiyanoma beriladi. O'zini banklab keladi. Kredit ta'minot sifatida kepil talab etiladi. Bu 5 yilga beriladi. Logod davri 2 yil bo'ladi. Hammasida жұмыссыз болу керек, keminde 2 ay ayrı tutmagan o'zini banklagan shaxslarga beramiz. Apa siz qanday murojaatiniz bor ekan? Men Respublika Akademiyasida chorvachilik bo'yicha kredit olib amaliy jardam ko'rsatishni so'raman. Necha million? 17 million. Chorvachilik. Chorvachilik bo'yicha. Hujjatlar akademiyasi. Aynan. Asli. Ana sizda 20 milyon boy kerek edi mana chorvachilikqa. O'g'il javobda bo'lgandan keyin besh ko'p turdim. Men shu bo'yicha hujjatlar jinoq kelgan edim. o'zingiz bankladingiz. O'zim Bo'ldi, hozir ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa kredit olib amaliy jardam beramiz.